Aynı günlerde bütün dünyada, cahanda giyohvandlik meselesi, yangi bangilik meselesi muhim bo'lib turibdi. Bu giyohvandlik degani nima degani? Giyohvandlik bu organizmni psixotrop va og'u moddalarga nisbatan o'rganib qolishi, undan chiqolmay qoladi, unga beriluvchan bo'lib qoladi va organizmda fikrlash qobiliyati yoki bo'lmasa mehnat faoliyatini saqlab qolish, oila, vatan yoki jamiyat to'g'risida qayg'urish degan narsalarning hammasi o'ladi, sinadi bu narsa. Yoshlarni shuning uchun ham giyohvandlikka ko'proq jalb qilyapti. Bu qurolsiz hujum degan narsa bu. Bu O'zbekistonimizni ham chetda qoldirgani yo'q. O'zbekistonda ham yoshlarimiz o'rtasida giyohvandlik ko'payib boryapti. Hatto shu psixotrop moddalarning doirasi ham kengayapti, nomlari, turlari kengayapti, qo'lda yasab chiqarilyapti laboratoriyalarda. Bu kunlik axborotlarimizda Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan yoki Ichki ishlar prokuratura tomonidan bularni fosh qilib ochilyapti. Shuni ko'rgandan keyin hech bir odam bunga befarq qarash kerak emas. U qaysi sohada ishlasin, qaysi yoshda bo'lsin, qaysi jinsda bo'lsin, hamma bu yoshlarimizni giyohvandlikdan qutqarish yo'lini o'ylashimiz kerak. Axir vatanimizning kelajagi kimlarning qo'lida? Yoshlarning qo'lida. Demak, yoshlarimiz agar giyohvandlikka o'rganib qolsa, u vatanni unutsa, u oilani, ota-onani unutsa, o'zini kelajagini unutsa, undan nimani kutish mumkin? Shuning uchun azizlar, giyohvandlik masalalariga juda ehtiyot bo'linglar. Bilib bilmasdan dorilarni, bilib bilmasdan ichimliklarni yoki sigaretlarni chekish hammasi bu giyohvandlikka olib keladi. Mana shu narsadan ehtiyot bo'linglar. Bunga ota-onalar, qo'ni-qo'shnilar, butun mahalla ahli, mahalla faol yoshlar bunga qarshi kurashishimiz kerak. Tibbiyot xodimlariga yordamlaring kerak sizlarning. Bu bilan biz prezidentimizni kelajakni qanday qurishimiz to'g'risidagi aytgan gaplariga yordam bergan bo'lamiz. Endi giyohvandlikni aytdik, bu odamni ruhiyatini singdiradi, odamni irodasini sindiradigan narsa deb aytdik. Bu faqat bitta odamning kasalligi emas. U odam kasal bo'lib o'lib ketishi mumkin. Lekin bu oilani buzadi, jamiyatni buzadi, ish joyini ham, u hatto og'ayin qarindoshlari bilan muomalani ham buzadi. U o'g'irlik qiladi, u zo'ravonlik qiladi. Buni hammasi shu giyohvandlikning orqasidan kelib chiqadi. Shu giyohvandlikning shunchalik zararli, shunchalik ofat, asr vabosi ekanligi uchun ham muhtaram prezidentimiz kecha yaqinda 26-yil iyun oyida qaror qabul qildi. Vazir Mahkamasi qaror qabul qildi, prezidentimizning qarori chiqdi 73-soni. Demak, bu narsaga hamma ishtirok etib qarshi kurashish masalasi 28-yilgacha biz giyohvandlikka qarshi kurashni yanada samarali va shiddatli olib boramiz degan shior ostida shunday qaror qabul qilindi, yo'l xaritasi ishlab chiqarildi. Mana shu yo'l xaritasi bo'yicha biz hammamiz bir musht bo'lib giyohvandlikka qarshi kurashishimiz va yoshlar tarbiyasiga e'tibor berishimiz. Mahallada bironta yoshni kechqurun qayerda yuribdi, nima qilyapti, ularga e'tibor berishimiz, qarashimiz kerak. Biz prezidentimizni chaqirigiga, Vazir Mahkamasining qaroriga labbay deb javob berishimiz mana shu bo'ladi.